O'zbek shou-biznesida o'ziga xos o'rin tutgan Sevinch Mo'minova haqida muhim xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Sevinch Mo'minovadan ajrashgan otalarga yurakni titratgan murojaat. Xonanda Sevinch Mo'minova navbatdagi intervyusida ajrashgan, ammo farzandlariga beparvo bo'lib qolayotgan erkaklarga qalban chiqqan murojaat bilan chiqdi. U bu so'zlarni shunchaki maslahat sifatida emas, balki hayotiy tajribasiga tayanib aytganini ta'kidladi. Ajrashib begona bo'lib ketsangiz ham u sizdan tug'ilgan, pushtingizdan bo'lgan farzand. Ayniqsa qiz farzandning mehringizni ayamang. Albatta, o'g'il farzand ham. Keyin foydasi bo'lmaydi, pushaymon bo'lasiz. Buni o'zimning hayotimdan kelib chiqib aytyapman. Ko'rib bilib yuribman, deydi xonanda. Sevinch Mo'minovaning ta'kidlashicha, ayrim otalar vaqt o'tib o'z qilmishi uchun qattiq afsuslanadi, ammo o'sha payt kech bo'ladi. Ko'z yosh ham qilasiz, ichingizni tirnaysiz, vijdon azobida qiynalasiz, lekin ortga qaytib bo'lmaydi, deydi u dard bilan. Xonanda farzanddan kechmaslikning nafaqat ma'naviy, balki ruhiy va oilaviy barakasi borligini ham alohida ta'kidladi. Farzandingizga nima qilsangiz ham Alloh baraka beradi. Pulini ham, mehrini ham ayamagan erkakka Alloh ortig'i bilan beradi. Rizqingiz yog'iladi. Bunday erkak qariganda xor bo'lmaydi, deydi u. Sevinch Mo'minova so'zlarini yanada ta'sirli misol bilan yakunladi. Kichkinaligidan mehr ko'rgan qiz ulg'aygach, onam ajrashgan bo'lsa ham otam meni tashlab ketmagan deb dadasiga jonini beradi. Dadajon deb xizmatini qiladi, deya ko'zlarida hissiyotni yashira olmadi xonanda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.